Assalomu alaykum, go'zal, latofatli bizning kuzatuvchilarimiz. Bugun mana shunaqangi ajoyib joyda sizlar bilan bizning sevgi qismimiz qalbshunos, psixolog Asalatxon Barataliyevna bilan rivoj yo'li mavzusida go'zal bir suhbat quramiz, xudo xolasa. Keling, Asalatxonni tanimaydiganlar hozir yanayam yaqinroq tanishib olasiz. O'zingiz haqingizda ozgina tinglovchilarimizga gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Bugungi mana shu uchrashuvimizni kuzatayotgan hamma kuzatuvchilarimizga men o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, ismim Asalatxon, familiyam Madaliyeva. Mana shu 6 yildan beri, 2019-yildan beri mana shu rivoj yo'lida, psixologiya yo'lida o'z ustim bilan ishlab, bir qancha kurslarda professional psixolog tayyorlash kurslarida va uyg'onish kurslarida o'qib, o'zimni hayotimda ko'pgina sohalarda o'zgarishlarni amalga oshirib va bu bilan ko'pgina ayollarni ham uyg'onishiga, ularni ham rivojlanishiga, hayotidagi qaysidir bir qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, muammolarini hal qilishiga yordam berib kelyapman. Shu kungacha o'zi aslida oliy ma'lumotli pedagogman. Mana aslida pedagogman debsiz. Nima sababdan hammaga beradigan savolim psixologiya. Qanday qilib shu yo'lga kirgansiz? O'zi psixologiyaga men hozir endi tushunib yetdim. Bolaligimdan qiziqqan ekanman, buni oldin anglamagandim. Lekin qiziqishim kuchliligi nimadan boshlangan? Hayotda hamma har xil o'zi to'siqlarga uchraydi hayoti davomida. Qanaqadir yuqorida aytgandek, qo'shtirnoq ichida muammolar bo'ladi har bitta insonning hayotida. Va shu paytda men o'ylardim har doim, buni yechimi baribir insonning o'ziga bog'liq degan fikr kelaverardi menga boshidan. Va baribir insonni o'zini fikrlari bilan, o'zini xarakteri bilan, muomalasi bilan, munosabati bilan o'zgartiradi hayotida nimaki bo'lsa degan fikrga kelganman va o'z ustimda ishlab, izlanib boshlaganman. Boshlanishida shu kitoblar o'qib, juda ko'p kitoblar o'qishdan boshlangan o'z rivojim va shu kitoblardan ko'p anglashlar, ko'p savollarimga yechimlar, javoblar olganimdan keyin bu yo'lga chuqurroq kirishni boshlaganman. Ya'ni aytishadi-ku, beshikdan qabrgacha ilm izla deb bekorga aytishmas ekan. Haqiqatdan ham inson bilgan sari bilgisi kelaverar ekan va shu sabab o'rganib mana shu psixologiya yo'nalishi meni ko'proq o'ziga tortishni boshlagan. Sababi uni natijasini ko'rishni boshlaganman-da. Inson o'zini o'zgartiryapti, atrofi o'zgaryapti, hayot o'zgaryapti. Hamma narsa o'zidan boshlanyapti. Buni anglaganimdan keyin men bu sohaga yanada chuqurroq kirishni boshlaganman. Ha, darhaqiqat o'zimni ham mana shu sohaga qiziqishimga siz sababchi bo'lgansiz, chunki birinchi ustozim deb sizni bilaman. Rahmat. Birinchi konsultatsiyalarda, birinchi coachlarda sizda olganman. O'zimda haqiqatan ham natijani ko'rganim uchun shu sohaga yanayam chuqurroq bugungi kunda kirib boryapman. Endi atrofdagi insonlarga, ya'ni kim aqlimizga baribir ham isbot kerak-da. To'g'ri. Ularni aqliga isbotni ko'rsatish uchun, ya'ni kim natijalar haqida batafsilroq yoki ma'lum bir oxirgi aytaylik kurslaringizdan yoki oxirgi biron bir konsultatsiyangizdan aniq bir natijani ko'rsatib bera olasizmi? Ya'ni insonlar sizni qabulingizga kelgandan keyin qanday natijalar olmoqda? Natijalar hech qachon natijasiz bo'lmagan, aslini olib aytadigan bo'lsak. Lekin men har doim bitta narsani aytaman, birdaniga tez natija bo'lishini kutish bu insonni asl tabiatiga xos emasda. Aslida juda katta natijalarni, juda ham
tez natija bo'lishini bu aslida kibr ko'proq xohlaydi. Shuni boshida aytib ketmoqchimanda. Lekin natijalar bo'lgan albatta qachonki o'sha inson o'zini mas'uliyatni o'ziga olganda. Va har bitta konsultatsiyamizda, har bitta kouchlarimizda, har bitta kurslarimizda albatta natijalar bo'lgan. Endi men ko'pinchalik eng katta natijani munosabatlarda ko'raman. Ya'ni munosabatlardagi natija aslida qo'l bilan ushlab bo'ladigan yoki mana deb ko'rsatib bo'ladigan natijalar bo'lmaydi. Bu aynan hislar orqali bo'ladigan, insonni ichki xotirjamligi, ichidagi sevinchni, baxtni his qiladigan natijalar bo'ladi-da. Shu sababli ko'p meni konsultatsiyada kelgan qismlarimiz, kouchlarda ishlagan qismlarimiz hayotida aynan shu narsani topishgan. Asl xotirjamligini, mana bu qo'rquv bilan, turmush o'rtog'i bilan munosabatlardagi ishonchsizlik bilan, oiladagi turli muammolar bilan kelgan ishtirokchilar, mijozlar hayoti sokin, tinch, sevgidagi hayotga o'zgarib ketgan. Juda ko'p bunaqa holatlar bo'lgan. Endi hozir men ko'p ishtirokchilardan ruxsat o'zlaridan so'ramaganim uchun ularni aynan aytmayman, ismlarini yo boshqalarini aytish, men ulardan ruxsat so'rashim kerak bu uchun. Lekin o'zlari natijalari bilan bo'lishib yozgan ishtirokchilarimizni men ko'p holatlarda natijalarini qo'yaman o'zimizni kanallarimizda, profillarimizda. Aynan turmush o'rtog'i bilan butunlay sevgiga kela olgan ishtirokchilarimiz juda ham ko'p bo'lgan bizni kurs va konsultatsiyalarimizda. Va yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Bitta kursimizda biz ayol qadri haqida kurs o'tdik. Bu juda ham katta transformatsion kurs bo'lib ketdi va bu kursimizda ko'p ayollar o'zini qadrini eslab va shunaqa holat ham bo'ldiki, o'zini qadrini eslagan paytda ajrimni xohlab ajrashish qaroriga kelib qolgan holat bo'ldi va bu aynan mana shu kurslar va kouchlarda o'tish bosqichi bo'ladi-da. O'tish bosqichida hech qachon qaror qilib olish mumkin emas bo'ladi va o'sha joyda biz unga to'g'ri yo'nalish berib, to'g'ri korreksiyalar berib, yana u oilada boshqatdan sevgi qaytadan uyg'onishiga olib kela oldik. Shunaqa natijalar. Demakki, xulosa qilishga shoshilmaslik kerak ekan va qaror qilishga shoshilmaslik kerak ekan. Demak, mana shunaqangi ko'tarilgan paytlarda tez qaror qilib olgan mijozlar, aytaylik, oilasi bilan muammoda kelgan bo'lsa, ajrim sababi, ajrim holatlari kelib chiqsa, keyin ko'pincha psixologlarni ayblashadi. Xuddi shunaqa bo'ladi. O'sha avvalo o'zini ustida ishlayotgan inson oxirigacha borish kerak-da. Ana birdaniga natija kutib, birdaniga hamma narsani o'zgarishini yoki birdaniga qaror qilib xulosa qilib qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Shu joyda har doim ustoz bilan maslahat qilib, ustozni qo'lidan ushlab o'tish juda ham muhim bo'ladi o'z ustida ishlayotgan insonlarda. Endi qarang, natija deb hozir ko'p gapirildi. Mijozni qanchalik darajada natija olishi nimaga bog'liq? Qanchalik darajada natija olishi, avvalo yuqorida ham aytib o'tdim, shu inson o'zini hayotini, mas'uliyatini o'ziga olishida. Har doim eng ko'p kuzatiladigan narsa o'zi insonlarda bu atrofdan kutishda. Kutadi, kimdir meni hayotimni to'g'rilab bersin, kimdir kelib nimadir qilib bersin va ayblash boshlanadi. U yaxshi bo'lganda men yaxshi bo'lardim. Kimdir meni hayotimga aralashmaganda men tinch yashayotgan bo'lardim. Aslida atrofdagilar hammasi bu insonni rivojlanishiga turtki berayotgan bo'ladi. Shu holatda mas'uliyatni o'ziga olib, shu javobgarlik bilan ishlasa, u insonda tez bo'ladi natija olishi. Demakki, ko'pincha insonlar atrofdagilarni ayblasa,
Ya'ni hayotimdagi hozir bo'layotgan aytaylik og'ir vaziyatlarga yonimdagi insonlarim sababchi deyishlari bu xato, shundaymi? Xato, albatta xato, chunki borliq qonunlar haqida hozir agar gapiradigan bo'lsak judayam ko'p cho'zilib ketadi. Borliq qonunlari ko'pchilik biladi. Eng katta qonunlardan biri bu tortishish qonuni, aks ettirish qonunida bular 100% ishlaydi. Buni hech qanaqasiga inkor etib bo'lmaydida. Buni hayotda juda ko'p kuzatib, ko'rib, isbotini olganmiz. Atrofimizdagi har bir inson albatta bu bizni ichki holatimizni aks ettirayotgan bo'ladi. Ya'ni biz o'sha ayblab turgan, biz kutayotgan, umuman atrofdan nimadan ko'nglimiz to'lmayotgan bo'lsa, ichimizdagi qaysidir iqrorliklarimizni, qaysidir programmalarimizni ko'rsatyapti u inson. Lekin buni tan olish to'g'ri, bilaman, oson bo'lmaydi. Albatta qiyin tan olish. Yo'q, men bunaqa emasman deb har bitta inson avvalo bundan qochishga harakat qiladi. Yo'q, bu men emas. U menga yomonlik qilyapti, u meni to'g'ri tushunmayapti degan fikrlarda turadi. Lekin yaxshilab ishlaganimizda o'sha ichidagi iqrorliklarini, bloklarini topib, ularni ishlab, shu praktikalar orqali chiqarganimizda haqiqatdan ham oxirida o'zi ham ko'radi shu insonni. Ha, rostdan ham menda bor ekan shunaqa narsa, уже ko'rishni boshlaydi. Ongi o'zini ustida ishlagandan keyin, ongi yuqoriga ko'tarilib borgandan keyin albatta o'zini yuqoridan ko'rishni boshlaydi va haqiqatdan ham bor ekan deb o'zlari tan olishadi-da. Ajoyib. Endi qarang, bugungi mavzumiz rivoj yo'li. Sizni bilamiz, qaynona, qaynotangiz bilan birgalikda turasiz, 3 farzandni onasisiz. Oilada qanday qabul qilishgan? Mana shu rivoj yo'liga kirganingizni to'siqlar bo'lganmi, yo'qmi, qanday qiyinchiliklarni bosib o'tgansiz o'zingiz? O'zi shunaqa narsa borki, men o'zim tarix fanidan institutni tarix sohasida o'qib bitirganim uchun, tarix fanidan dars o'tganim uchun tarixda juda ko'p ko'rganman. Hayotda yangilik, nimadir yangilik paydo bo'lganda uni insonlarni qabul qilishi qiyin kechadi. Osongina voy shunaqa narsa paydo bo'libdimi deb birdaniga insonlar qabul qilib olmaydi uni. Bizni sohamiz ham o'zi yangi soha hisoblanadi hozirgi kunda va aytishadi-ku, voy psixologlar ko'payib ketdi, voy unaqa degan gaplar bor. Endi bu aslida zamon shuni talab qilyapti va psixologiya sohasi kirib kelyapti, rivojlanyapti. Va albatta psixologiya sohasiga ham insonlarni qabul qilishi oson bo'lmadi. Mana jamiyatda ham hattoki shu tariqa oilada ham birdaniga yangi soha tanladingmi, voy молодец, zo'r deb hech kim qabul qilib olmagan. Psixologiya sohasini nimaga keragi bor, psixologiyani degan fikrlar bo'lgan albatta. Lekin men bu sohaga bo'lgan o'zimni qiziqishim va bu sohani insonlarga beradigan yordami, insoniyat uchun qilayotgan katta xizmatini anglab his qilib, ichimdan shu narsani o'zim qabul qilganimdan keyin oilamdagilar ham qabul qilishni boshlagan. Ya'ni bunda men hech ham kurashmaganman, isbotlamaganman. Yo'q, men shu narsani amalga oshiraman deb oyog'imni tirab turib olmaganman. Hammasini o'zimni ichki holatim bilan ishlash orqali hal qilganman. Ya'ni atrofimizdagi qabul qila olmasliklar ham o'sha oilada bo'ladimi to'siq yoki qayerda bo'lishidan qat'iy nazar to'siq bo'ldimi, demak u o'zimizni ichimizda bor degani. O'zimizni ichimizdagi to'siqlar bilan ishlaganimizda atrof o'zidan bu narsaga yo'l ochib beradi. Shunaqa holat bo'lgan. Darhaqiqat ko'p oilalarda, ayniqsa yosh oilalarda kuzatamiz.
aytaylik hali unaqangi qiyin vaziyatlar berilmasa ham, lekin ayol kishi rivojlanishni tanlaydi. Rivoj yo'liga kirmoqchi bo'lganida, ayniqsa turmush o'rtog'i tomonidan, ba'zida qaynona qaynotasi tomonidan to'siqlar qo'yiladi. Va ayol kishi sekingina orqaga chekinishni boshlaydi, oilasini saqlab qolish uchun, oiladagi tinch muhitni saqlab qolish uchun. Mana shu joyda bir maslahat yoki bir fishka bersangiz, ayollarga qanday o'zini tutsin va aynan o'sha ichidagi bloklari bilan qanday ishlashni boshlasin. O'zi mana hozirgi kunda zamonda shunaqa zamonga keldikki, shunaqa davrda yashayapmizki, butunlay insoniyat tarafidan hamma narsa yaratilib bo'lindi-da. Endi insonlar uchun faqat rivojlanish, ongini yuqoriga ko'tarish qoldi. Shu uchun ko'p insonlarda hozir qiziqish paydo bo'lyaptiki, o'z ustida ishlash bo'yicha. Va o'z ustida ishlash bo'yicha, lekin atrofdan o'sha siz aytgandek, oiladan, turmush o'rtoqdan to'siqlar bunga bo'lishi mumkin. Shu paytda birinchi o'rinda tushunishimiz kerak, anglashimiz kerakki, bu to'siq, bu qo'rquv aslida o'zimizni ichimizda ekanligini tan olishimiz kerak. Ya'ni nega qo'rquv bo'ladi insonda? Bizda aqlimiz qo'rqib ketadi-da, ya'ni men hozir rivojlansam, o'zgarsam, hayotim yaxshi tomonga o'zgarib ketadi va bundan keyin men oldingi odobli yoki oldingi yaxshi holatimni yo'qotib qo'yaman degan ichida qo'rquv paydo bo'lib qoladi o'sha insonni o'zida, rivojlanishni tanlayotgan insonni o'zida. Va buni o'sha oila a'zolari tomonidan to'siq sifatida ko'rsatiladi bu. Shu paytda birinchi o'rinda tan olish kerak, o'zi bilan kelishib olish kerak. Ha, to'g'ri, hozir bu qo'rquv meni ichimda bor. U inson, oilamdagi, hayotimdagi inson aks ettirish bo'yicha menga ko'rsatib beryapti deb birinchi tan olish kerak va qabul qilib olish kerak bu holatni. Qabul qilib olgandan keyin endi o'zi bilan kelishib olish kerak. Hozir rivojlansam, hayotimga o'zgartirishlar kiritsam, buni nimasi yomon? Nima bo'ladiki, men hozir hayotimni to'g'ri, hozir ham yaxshi yashayapman, to'g'ri, hozir ham hamma narsam yetarli, Yaratganga shukr. Lekin bundan ham yaxshi bo'lishi nimasi yomon deb o'zi bilan kelishib olib, o'zi bilan gaplashib olib, shu qo'rquvlarni yengib, sekin-astalik bilan yengib o'tganda, hayotidagi insonlar ham unga sekin-astalik bilan ruxsat berishni boshlaydi baribir. Va mana shu rivoj yo'liga kirgandan keyin ruxsat oldi, bloklarini yechdi. Ayol kishida avtomaticheski atrofdagi insonlarni ko'zi bilan qarayotganimizda egoizm kuchayib ketadi deyishadi. Ya'ni kim u o'zini shaxsiy chegaralarini qo'yishni boshlaydi, qaysidir darajada o'zini ko'proq sevishni boshlaydi va albattaki bu narsa atrofdagilarga yoqmaydi. O'zgarib qolding, unaqa emas eding degan narsalar paydo bo'ladi. O'zi mana shunday ayollar haqiqatan ham egoizmga berishib ketadimi? Yo bu holat qanday holat? Mana bu insonda har doim o'tish davri bor-da. Mana bolalarni ham oladigan bo'lsak, katta bo'lish davrida o'zini bolaligidan katta ulg'aygan yoshga o'tishni orasida o'tish davri bo'ladi. Buni hamma biladi va o'tish davrida hozir deb uni tushunishga harakat qiladi. Mana bolalarda, farzandlarimizda. Endi katta inson ham o'zini hayotida bir yangilikni hayotiga olib kiryapti, o'zini rivojlanishida bitta bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tyapti, ya'ni zinani birinchi pallasidan ikkinchisiga ko'tarilyapti va albattaki bu joyda o'tish davri bo'ladi. Va o'sha o'tish davrida unda avvalo o'ziga qaratilgan fokus o'ziga qaratilinadi va bu egoizmga o'xshab ko'rinadi tashqaridan. Avvalo u birinchi o'ziga sevgi berib olib, o'zini sevish qanaqaligini o'rganib olgandan keyin endi keyingi bosqich bu o'sha o'zidagi sevgini oilasiga, farzandlariga, turmush o'rtog'iga, ota-ona, qaynona qaynotalarga o'tkazib beradi. Lekin ko'p holatlarda shu ko'pchilikda sabr yetmaydi, shu o'tish jarayonidan o'tib olishga va mana shu joyning o'zida
qo'rqib ketishadi va to'xta, kerak emas, san o'zgarib qolyapsan degan to'siqlar mana shu joyda qo'yiladi. Shu o'tish davri ekanligini tushunsa inson, o'sha rivojlanayotgan insonni o'zi ham o'zida aybdorlikka kirmasdan, voy men o'zgarib ketyapman ekan, qo'rqib ketmasdan, rostdan ham o'zgarib qoldimmi, rostdan ham egoist bo'lib ketib qoldimmi degan qo'rquv ham bo'lib ketib qoladi-da insonda. Ya'ni to'g'ri yo'ldamanmi degan ikkilanish paydo bo'ladi. Shu joyda o'ziga eslatib turish har doim, man o'tish davridaman hozir. Man bundan o'tib olsam, bu mendagi sevgi butun oilam uchun xizmat qiladi. Man o'zimni sevgim bilan butun oilamni yoritaman degan fikrlarni o'ziga aytsa, shu jarayondan to'g'ri o'tib ketadi. Oila a'zolari ham buni to'g'ri qabul qilishni boshlaydi. O'tish davri ekanligini eslatish kerak o'ziga. Chunki o'tish davri bu hamma narsada bor. Demakki, rivoj yo'li bu qaysidir ma'noda soxta sevgidan asl sevgiga o'tish. To'g'ri, ha. Soxta sevgi bizda haqiqatdan ham aytganingizdek, jamiyatda bolaligimizdan qo'yilgan standartlar bor-da, ramkalar bor. Sevish bunaqa bo'lishi kerak, yashash bunaqa bo'lishi kerak, hamma bir xil standart tuzib qo'yiladi va shu asosda yashash kerak. Hammani qalbida esa har xil o'zini xohishlari, o'zini ijodkorligi, o'zini fikrlari, o'y-xayollari bor. Inson o'sha asl sevgini, asl o'zligini ochish jarayonida shu o'tish davri bo'ladi haqiqatdan ham. O'sha soxtadan asllikka o'tish deb aytsak ham bo'ladi buni. Asl sevgini ulashishdan tashqari, rivoj yo'liga kirgan ayolni turmush o'rtog'iga, umuman oilasiga yana qanday foydasi bo'ladi? Muhimmi? Erkak kishi uchun rivojlangan ayol yonida bo'lishi. O'zi aslida men kuzatishlarimda shuni sezganman, ko'rganmanki, aslida erkakni ham o'zi ichidagi asl xohishlariga e'tibor berib, uni ko'ra olsak, biz yuqori ongda turib qara olsak, aslida erkaklar ham yonida rivojlangan ayol bo'lishini xohlaydi. Ayolning rivojlanishi u avvalo faqatgina o'ziga emas, to'g'ri, avvalo o'zi uchun foydali. Lekin o'sha oilani rivojlanishiga, farzandlarning rivojlangan, asl sohasida o'ziga ishongan, muvaffaqiyatli bo'lishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Va ayol qachonki o'zini ichida xotirjamlik, sevgi bor bo'lsa, buni energiyasi taralgan holda u turmush o'rtog'ini rivojlanishiga, muvaffaqiyatli bo'lishiga, daromadlari ko'payishiga, o'zini sohasida katta yutuqlarga erishishiga juda katta ta'siri bo'ladi. Buni hozir ozgina vaqtda yetkazib berish oson emas, qiyin, lekin bu aniq, bu isbotlangan. Ayolning rivoji erkak kishining rivojlanishiga katta rol o'ynaydi. Mana rivoj yo'liga kirishda qandaydir to'g'ri niyat qilish kerakmi va maqsad qo'yish qanchalik to'g'ri? Aytaylik, qaysidir ishni boshlamoqchi bo'lsak, biz mana shu ishdan mana shunday natijani ko'rmoqchiman yoki ishim mana shunday bo'lsin, mana shunday insonlarga aytaylik xizmat qilib bersin yoki menga katta daromadlar olib kelsin deb niyatlar qo'yamiz, maqsadlarni yozamiz. Mana shu ongimiz bilan ishlashda ham, rivoj yo'liga kirganimizda ham mana shunday niyatlar qilishimiz kerakmi? Albatta niyat kerak. Niyat bu juda ham muhim narsa aslida. Rivoj yo'lida ham albatta bizni niyatimiz yaxshi, o'sha oilamizni rivojlanishiga, o'zimiz orqali farzandlarimiz, turmush o'rtog'imiz, oilamiz, yaqinlarimiz, kerak bo'lsa opa-singillarimiz rivojlanishiga hissa qo'shishini xohlab niyatlar qilishimiz bu juda ham to'g'ri. Bizni niyatlarimiz albatta yaratuvchi
niyatlarimizni amalga oshiradi. Faqat bitta narsani ham inobatga olib qo'yishimiz kerakki, bizni har bir insonni o'zini missiyasi bor. O'zini yaratuvchi tomonidan berilgan vazifasi bilan keladi hayotga. Bundan tashqari yaratuvchini rejalari bor. Biz o'zimizni rejamiz bor, yaratuvchini biz uchun atagan rejalari bor. Niyatni qilishimiz albatta to'g'ri, judayam, lekin shu joyda bitta narsani ham inobatga olib qo'yishimiz kerak. Bizni missiyamiz ham, yaratuvchining rejalari hammasi bir-biri bilan mos tushgandagina bu niyatlarimiz amalga oshadi. Ya'ni biron bir niyat qilib, o'sha niyat amalga oshmay qolsa, hech qachon inson xafa bo'lishi kerak emasda, chunki yaratuvchi unga bundan ham yaxshi rejani tayyorlab turibdi, bundan ham xayrli narsani tayyorlab turganini har doim eslab turish kerak inson. Bugungi kunda hozirgi bosqichda sizni missiyangiz nimadan iborat deb o'ylaysiz? Mani missiyam, men bu haqida ko'p o'ylaganman, ko'p yaratuvchiga murojaat qilganman, bu bo'yicha ustozlarimizdan ko'p savollar berib so'raganman va shuni anglab yetdimki, hozirgi kunda mani missiyam shu ayollarga ularni rivojlanishida xizmat qilish. Asosiy missiyalarimdan biri hozirgi kunda. Va bu xizmat qilish orqali jamiyatga xizmat qilish, ayol o'zi rivojlansa, oila rivojlanadi. Oila esa jamiyatga bog'liq. Jamiyat rivoji butun davlat rivoji, buni hammamiz bilamiz. Umuman olganda biz ayollarni rivojlanishiga xizmat qilib, aslida yaratuvchiga xizmat qilayotgan bo'lamiz. Albatta. Endi qarang, har bir psixologni baribir ham o'zini bir qandaydir yo'nalishi bo'ladi yoki aytaylik o'zini fishkasi bo'ladi. Sizni asosiy yo'nalishingiz nimada deb o'ylaysiz? Ya'ni siz qaysi yo'nalishda zo'rman deb hisoblaysiz? To'g'ri, har bitta insonni o'zini yashab o'tgan va o'zi hal qila olgan savoli bo'yicha yaxshiroq ishlab beradi insonlar bilan. Va men ko'p holatlarda mana shu ayollarda munosabat mavzusini, ya'ni ayollar turmush o'rtog'i bilan, oiladagi qaynona-qaynota bilan yoki bo'lmasam farzandlar bilan munosabatda kelisha olmagan holatlarida men ularga juda ham yaxshiroq yordam bera olaman, chunki bu yo'lni o'zim bosib o'tgan tajribalarim asosida. Farzandlar bilan munosabatda ham, farzandlarni muvaffaqiyatli bo'lishiga qanaqa ta'sir qilish kerak, ayolning o'rni qanaqa, turmush o'rtog'i bilan munosabatda ayol o'zini qanaqa tutish kerak, qaysi joylarda, shu narsalar bo'yicha ko'proq men yordam bera olaman. O'zimni yo'nalishim mana shu deb hisoblayman ko'p holatlarda. Hozir bilamiz, mana yilda anaqa yangi yilni bir bosqichi bo'lyapti. Yangi yilning birinchi oyi va sikl bo'yicha, numerologiya bo'yicha qarasak ham bir raqami ko'p narsalar oilalarda ham kuzatsak yakunlanib, yangi bosqich boshlanyapti. Ko'p joylarda razrusheniyalar bo'lib ketgan. Mana shu joyda hozir turmush o'rtog'i bilan har xil ziddiyatlar bo'lib turgan ayollarga hozirgi holatda nima maslahat bera olasiz? Hozirgi holatda mana shu men har doim aytishdan charchamayman, ya'ni ko'p holatlarda to'g'ri, ayollarda nima uchun faqat men o'zgarishim kerak, nima uchun faqat men rivojlanishim kerak degan savollar ham bo'ladi, ya'ni qarshiliklar ham bo'ladi. Lekin men aytamanki, har doim ayol o'zini ichki holatini o'zgartirsa, hayotda hamma narsa o'zgaradi. Ya'ni bu ichki holatini o'zgartirish degani shunaqa tushuncha bo'ladi. Bir ayrim paytlarda shunaqa tushuncha bo'lar ekan, men sezishim bo'yicha.
ayol faqat chidashi kerak, ko'nishi kerak, jim o'tirishi kerak degani emas. Ichki holatni o'zgartirish deganda bu kerak joyda qadrini ham qo'yish, kerak joyda o'zini xohishlarini ham qo'yishda va mana shu orqali, ya'ni o'zini ayolligini tan olishi. U ayol kerak joyda kasal bo'lishi mumkin, kerak joyda charchashi mumkin, qaysidir joyda energetичный bo'lib ketishi mumkin va hammasini qabul qilib, hammanga mumkin shunaqa bo'lish deb o'zini ichki holatini o'zgartirganda atrof o'zgaradi va ba'zi shunaqa holatlarga duch keldik. To'g'ri, qaysidir paytlarda munosabatlar keskin yomonlashyapti, keskin ajrim holatlariga ham kelib qolishyapti. Yuqorida ham aytganimizdek, shu holatda mayli hozircha shunaqa, lekin hammasi man o'zimni o'zgartirganimda o'zgaradi degan ishonchda turish kerak ayol. Qachonki ichidagi o'sha programmalarini, o'zini ustanovkalarini o'zgartirganda, ichidagi qo'rquvlarini yenganda, o'zini qadrini uyg'ota olganda hammasi yana joyiga tushib ketadi. Demakki, yana qaror qilishga shoshmasdan o'zini ichki olamini to'g'irlash kerak. To'g'irlash kerak. Mayli o'ziga ozgina vaqt bersin. Balki bir oydir, balki bir haftadir u vaqt va shu vaqtni orasida o'zi bilan ishlab olishi kerak. O'zini ichki holati bilan ishlab olishi kerak va ishlab olgandan keyin o'zi yo'l ko'rsatib beriladi. U insonga-da hayotida ko'rsatib beriladi. Shu uchun shoshilmaslik va baribir ayol hech qachon o'zini rivoji ustida ishlashdan to'xtamaslik kerak. To'g'ri, lekin mana shu rivoj yo'lida ham, o'zini ustida ishlash yo'lida ham o'ziga mos, o'ziga to'g'ri keladigan ustozni ham topish qiyin. To'g'ri, psixologlar ko'p, lekin o'sha o'ziga mos tushadigan psixologni topish qiyin. Ba'zi bir ko'ngli tortgan psixologlarga aytaylik, mablag'i yetmasligi mumkin. To'g'rimi? Yoki masofa uzoqlik qilishi mumkin. Mana shu holatlarda ayol kishini aytaylik, hozirgi bosqichda mablag'i bo'lmasa, qanday yo'l tutsin? Agar hozir hech qanaqa mablag'i bo'lmagan holatda, hozir mana aynan bizni yo'nalishimizdagi psixologlar kuzatayotgan bo'lsak, judayam ko'p ochiq efirlarni qo'yishadi kanallarida. Mana har birimizda va bizni yo'nalishimizdagi har bitta masterni kanallariga kirib ko'radigan bo'lsak, ochiq efirlar o'tkazishadi, savol-javob efirlari o'tkazishadi, bepul kurslarini qo'yishadi kanallarga va qachonki inson javobgarlikni o'ziga olsa va men o'zgaraman degan qarorga kelganda, unga Xudo shunaqa ko'rsatib qo'yadi yo'llarni, qaysi kanalda, qaysi vaqtda, qanaqa savol-javob berilishlarini ham ko'rsatib berishadi-da u insonga. Va shu kanallardan boshlashligini, birinchi navbatda ochiq efirlardan boshlashligini, shu bepul kurslarni eshitib, o'zlariga savollarga javob topishini men maslahat bergan bo'lardim. Agar mablag' tarafidan hozir imkoni yo'q bo'lsa, ya'ni izlagan imkon topadi. O'zgaraman degan inson har qanaqa yo'l bilan o'ziga yo'l topadi. Avvalo, eng muhim joyi mas'uliyatni o'ziga olishi va javobgarlikni olishi kerak bo'ladi. Va u o'zgarsin, boshqalar o'zgarsin, ular aybdor, men hech narsa qilmadim deb o'tirgan joyda u hali uzoq o'tiradi. Agar mana shunaqa o'tiradigan bo'lsa va hayoti yana ham orqaga ketishni boshlaydi. Ya'ni faqatgina vaqt yo'qotadi. To'g'ri, hech qachon harakat to'xtab qolmaydi-da. Harakat har doim yo oldinga yo orqaga ketadi. Shu uchun orqaga ketgandan ko'ra oldiga ketish kerak. Nima bo'lsa ham topib harakatni qilish kerak. Demak, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. To'g'ri.
Da. Endi Asalatxon, keling klubimiz haqida, asl yuragimga sayohat klubi haqidayam tomoshabinlarga aytib o'tsak, baribir ko'plab aynan ayollik, angrenlik ayollar bizni kuzatishadi va balkim ular ham mana shunaqangi psixologlarni izlayotgandir, lekin yo'li tushmagandir, ko'rmagandir. Aynan mana klubda aytaylik chuqur ishlaydigan muammosi yo'q, lekin rivojlanishni xohlaydi va mana shunday rivoj yo'lidagi jamiyatga qo'shilishni xohlaydi. Aynan mana shunday ayollar uchun tashkil qilingan klubimiz haqida batafsil ma'lumotni berib o'tsangiz. O'zi klub haqida gapirmoqchi edim, chunki klubimizdagi bizni ishtirokchilarimizda qanaqa katta o'zgarishlar bo'layotganini mana o'zimiz bilamiz. Haqiqatdan ham mana kursimiz, klubimizni darslarida yuqorida aytganingizdek mablag' unaqa katta talab qilmaydi, uzoqqa borib o'tirish shart emasda va bu yoqda nimadan boshlashni bilmay turgan inson uchun ayni muddao bo'ladi va bu yoqda biz har bitta ishtirokchi o'zini tajribalari bilan, o'zini nimalarni qanaqa qilib amalga oshirganlarini bo'lishishi, bu juda ham katta yordam beradi ko'p insonlarga va bu klubda shunisi qulayki, bizni shaharimizni o'zida ekanligi birinchi navbatda va vaqti hammaga qulay bo'lishi va bu klubimizda bitta emas, 3 ta master tomonidan ular ishtirokchilarga bilimlar yetkazib berilishi juda ham qulay. Haqiqatdan ham endi nimadan boshlashni o'ylab turgan odam, ya'ni rivojlanishni istab turib va hozir ko'p insonlarda eshityapmanda, mana bu oddiygina o'tirishlar, oddiygina suhbatlar ko'p insonlarga yoqmay qolyapti. Chunki mana aytib o'tganimizdek davr, mana yangi sikl boshlandi dedik, rivojlanishning yangi bosqichiga o'tdik dedik. Insonlar rivojni ich-ichidan xohlashyapti-da, ularga shunaqangi podskaskalar ham berishyapti insonlar rivojlanishi bo'yicha. Va shunaqa insonlar bo'lsa, bizni kuzatayotganlar orasida bemalol bizni klubimizga kelib qo'shilib, ongli, rivojlangan suhbatlardan bahramand bo'lishi mumkin. Maza qiladi, haqiqatan biz o'zimiz klub uchrashuvimizdan keyin bir kun, 2 kun o'tmasdan sog'inishni boshlaymiz bu uchrashuvimizni, bu suhbatlarimizni. Haqiqatdan ham ilm majlisida bu. Shunaqa gap borku, yaratuvchi eng yaxshi ko'rgan holat shu ilm majlislari bo'lar ekanda. Endi buni to'liq diniy tarafdan bor aytilgan gaplar, men oddiy tilda tushuntirib beryapman. Mana shu ilm majlisidagi bo'layotgan suhbatlar haqiqatan ham juda ham rivojlantiradi ayollarni. Shuning uchun aziz ayollar, biz sizlarni ham klubimizda kutib qolamiz. Bizni klubimiz ishtirokchilaridan esa kommentariyalarda o'zlarining natijalarini va klubimiz haqidagi fikrlarini yozib qoldirishlarini iltimos qilgan bo'lar edik. Bugun ham qizlar bilan ko'rishganimizda qizlar so'rayapti-da, klubimiz 6 oyga mo'ljallangan-ku, anaqasi. Voy, fevralda tugaydi. Undan keyin ham ish nimadir bo'ladimi, nimadir davom ettirasizlarmi deb turibdi-da. Da, значит, qizlar natijasini ko'ryapti ekan deb o'zimga o'zim aytdim. Ularga muhim ekan mana shu narsa. Albatta, mana shu ilm yo'liga kirgan inson bu yo'ldan hech qachon tark etishni xohlamaydi, chunki bu ilm orqali, bilim orqali hayotimizni o'zgartirib yashash mazzasi qanaqa ekanligini bilib qolgandan keyin busiz yashashni tasavvur qila olmaydi deb o'ylayman ko'pchilikni. Va shu oddiy hayotdan, muammolardan, bir xil suhbatlardan, g'iybatlardan zerikkan ayollarimizni albatta klubimizda kutamiz, taklif qilamiz. Albatta.
Shaxsan o'zingiz ayollar uchun nima loyihalarni tayyorlayapsiz? Bo'lisha olasizmi? Hozirgi paytda man yuqorida ham aytib o'tdim, qadrli ayol kursini yakunladik. 1 oylik kurs bo'ldi bu kurs. Va mana shu kursimizda transformatsiyani, ayollarga qanaqa katta yordam berganini ko'rdim bu kursimizni. Va shu kurs man konsultatsiyalarda ko'ryapmanda, ayollarimizda judayam ko'p hozirgi kunda qadr savoli ko'tarilingan. Ya'ni oldin o'ziga bo'lgan ishonch deb aytardik, lekin hozirgi kunda bu o'ziga bo'lgan ishonch, o'ziga bo'lgan baho emas, qadr degan narsaga o'zgardi. Chunki vaqtlar o'tishi bilan ishonchni ham uyg'otdik, o'zimizga bahoni ham ko'tardik, lekin baribir qadrni uyg'otmaganimizcha bu to'laqonli bo'lmadi. Shu uchun men mana shu kursni ikkinchi potok qilib qaytadan berishni yaqinda e'lonini bermoqchimiz. Va buni ham onlayn formatda, ham jonli formatda o'tmoqchimiz. Chunki jonli formatda o'tganimizda ko'p holatlarda ayollarda anglash, tushunish jarayoni tezroq ketganini ko'ryapmizda. Shu uchun bu kursni yana jonli formatda ham e'lonini bermoqchimiz. Qadrli ayol kursimizda ayollarga hozirgi kunda har bitta ayolga muhim bo'lgan mavzu ekanligini tushundim. Va shu uchun bu kurs haqida yaqinda e'lonini chiqaramiz. Demakki, aniqlik kiritib ketaylik, bu ikkinchi potok bo'ladimi yoki birinchi kursda davom bo'ladimi? Yo'q, ikkinchi potok bo'ladi. Ya'ni o'sha kursni qaytadan o'tamizda. Qaytadan o'tamiz jonli tarzda va onlayn tarzda. Demak, azizlar, agar siz ulgurmagan bo'lsangiz, eshitmagan bo'lsangiz, o'zingizni asl qadringizni ochmoqchi bo'lsangiz, barchangizni mana shu kursga taklif qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Asallatxon, keling, endi efirimiz yana ham manfaatliroq bo'lishi uchun ayollarga murojaat praktikasini o'rgatib keta olasizmi? Mana yuqorida aytib o'tdingiz, ya'ni so'rasa, imkonini qidirsa, chiqadi o'sha imkoniyatlar. Qanday qilib to'g'ri murojaat qilish kerak? Qanday qilib o'sha imkoniyatlarni ham birinchi navbatda to'g'ri zapros berish kerak. Ikkinchi tomondan esa ularni ko'ra olish. Chunki podskaskalar bizga hamisha beriladi. Ularni ko'ra olishimiz ham muhim. Va podskaskalarga oson yengil berilgan podskaskalarni ko'ra olmaganimizda nimalar sodir bo'lishi haqida ham ozgina qisqacha aytib o'tsangiz. Mana ko'p holatlarda bor-ku, yaratgandan so'radim, duo qildim, lekin berilmayapti menga deb aytishadi. Shunaqa rivoyat bor. Ko'p eshitganmiz hammamiz. Dunyoni suv bosganda aytishadi, bir inson ey Allohim, meni o'zing qutqar deb Allohdan duo qilib so'raydi va uni yoniga bir kema keladi uni qutqarish uchun. Lekin u yo'q, meni Alloh qutqaradi deb u kemaga chiqmaydi va bu kema 3 marta boshqa takror kemalar keladi. Va ularga ham chiqmaydi va o'sha joyda vafot etib narigi dunyoga borganda Allohga murojaat qilib so'rarkan, ey Allohim, men duo qilib so'ragandim-ku sendan, nimaga meni qutqarmading deb aytsa, men senga 3 marta imkoniyat berdim, ya'ni kemalarni jo'natdim, lekin sen chiqmading degan ekan. Xuddi shunga o'xshab bizni hayotimizda imkoniyatlar oldimizga keladi, lekin undan foydalanishni bilmaymiz ko'p holatlarda. Shu uchun avvalo yaratuvchiga to'g'ri murojaat qilishimiz, ya'ni yaratganga yozib yoki tinch joyda o'tirib yoki joy namoz ustida o'tirib, avvalo o'sha nima hozirgi kunda bizni ko'nglimizni to'ldirmayotgan bo'lsa, yaratgandan yaratuvchim Allohim, meni shu holatim uchun eng xayrli yo'llarni ochib ber menga. Menga qanaqa imkoniyat kerak bo'lsa, qanaqa yordam kerak bo'lsa, hammasini o'zing bergin
deb va o'zidan ham qo'shib duolar qilib so'rash kerak va albatta undan keyin kuzatish muhim. Murojaat qilganimizdan keyin albatta kuzatishimiz kerak. Qani bizni qanaqa bizga takliflar kelyapti, qanaqa roliklarni ko'rib qolyapmiz yoki qaysi bir tanishimizdan yoki dugonamizdan qanaqa gaplar eshitib qolyapmiz. O'sha joylarga ahamiyatli bo'lib kuzatish juda ham muhim bo'ladi va bu kuzatishda ham albatta birdaniga ha mana menga shunaqa podskaska berildi deb xulosani tez qilib qo'ymasdan, yuqorida ko'p aytdik, tez xulosaga kelib qolmasdan albatta bu kuzatuvni uzoqroq davom ettirish va haqiqatdan ham shunga ishonchi komil bo'lgandan keyin shu takliflarni qabul qilish, o'sha yordamlarni, takliflarni qabul qilish muhim hisoblanadi. Qabul qilishni xohlamasdan o'zini pozitsiyasida qotib qolgan insonlarni taqdirida keyin nimalar sodir bo'ladi? Podskaskalarni qabul qilmasdan yo'q, men baribir o'sha Alloh meni qutqaradi deganga o'xshab o'tirib berilgan podskaskalarni ham qabul qilishni xohlamasa insonlar hozirgi kunda juda ham tezlashgan davrga kelganmiz. Masalan, ko'ryapmiz insonlarda kasalliklar ko'tarilyapti, munosabatlar yomonlashib ketyapti. Har xil qiyinchiliklar hayotida paydo bo'lyapti. Mana ko'p ko'ramiz, kartalardan pullar yechib olinadi, kuzatganimizda insonlardanda. Xullas, mana shu holatlar sodir bo'lishi boshlanadi. Bu albatta qo'rqitish emas insonlarga, lekin biz rivoj yo'lidan ketmasdan baribir yo'q, men o'zimni yo'limda ketaman deb rivojni tanlamagan holatimizda ko'pincha qiyinchiliklarga duch kelib qolishimiz ko'proq sodir bo'ladi. Demakki, azizlar, qiyin vaziyatlarga tushishni xohlamasangiz, ongli ravishda rivoj yo'lini tanlang. Asalatxon, rahmat, juda ham bir ajoyib suhbat bo'ldi va suhbatimizni yakunida ayollarga bir chiroyli orzu tilaklaringizni aytsangiz. Rahmat sizga ham albatta. Demak, ayollarga avvalo nimani tilayman? Ayollarni o'zini ayol ekanligini his qilib, asl sevgini his qilib, yaratuvchini mo'jizasi, yaratuvchini sevgisi ekanliklarini tan olib yashashlarini va albatta har bitta ayol uchun eng muhim bo'lgan narsa ayollik baxti o'zi nimada? Ichki xotirjamlik tilayman har bitta ayolga. Ichki xotirjamlik, ichki sokinlik va o'zini ayolligidan mazza qilib yashashlarini tilab qolaman. Tashakkurlar. Sizga ham mana shu yo'lingizda asl sevgiga to'la yuqori olamlardagi rivojlarni tilaymiz. Sizga ham rahmat, tashakkur cheksiz bildiraman. Rahmat. Demak, azizlar, yuqorida aytib o'tganimizdek, yagona yaratuvchi siz bilan insonlar orqali, vaziyatlar orqali gaplashadi va siz ham bugungi podkastni ko'rayotgan bo'lsangiz, balkim yagona yaratuvchining sizga yuborayotgan xati, sizga yuborayotgan bir murojaatidir bu va siz ham mana shu rivoj yo'liga kirish vaqti kelganini bir belgisidir. Shuning uchun har biringizga cheksiz asl sevgidagi rivojlarni tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har biringizni cheksiz sevgim bilan quchib qolamiz.